Hop, o'rtoqlar, efir davomini qo'yishga qaror qildim. Sababi mana qaranglar, tabiat manzarasi bor joylarni ko'ryapmiz. Bilasizlar, o'zi Buxoro viloyati umuman o'zi bitta. Sababi hamma joy chiroyli joylar qo'yilyapti. Hop, o'rtoqlar, viloyatda nima deydi, chiroyli joylarni qo'yish juda ham ba'zan qiyin bo'lib ketadi. Mana mashinada bo'lganligim uchun qo'yishga harakat qilyapman. To'g'ri, hozir sizlarga men tushuntirishim qiyin. Mana ko'rishingiz mumkin. Sababi juda ham manzarasi zo'r joylar qo'yilyapti. Kadrlarga tushib qolishga harakat qilyapman. Ya'ni o'rtoqlar, bilasizlarki, ko'z ojiz dastlabki kelib chiqish tarixi haqida yana bir to'xtalaman. Faqat hozir emas, sababi efirlar juda qisqaligi uchun uni ko'paytirishga harakat qilaman. Kuzatayotganlar uchun hammangizga rahmat. Xudo xohlasa yo'llarga hamma narsalarni qo'yib boraman. Mana yaqinlashib qoldik. Hozir sizlarga bir narsani ko'rsataman. Poyezd yo'lagini ko'rsatishga harakat qilaman. O'xshasa albatta. Endi o'xshash juda qiyin masala. Hop, shunaqa gaplar hozircha. Ko'cha ham chiroyli. Sizlar uchun hamma qadar yo'lda yurib hamma narsani qo'yishga tayyorman. Kamina ko'z ojiz dastlabchik. Ko'ryapsizlar, manzara zo'r, havolar zo'r, faqat issiq. Bu havoda mazza qilib yo dam olishga yo bir joyda o'tirish kerak. Hozircha shunaqa yangilik. Ko'ringlar. Bo'pti o'rtoqlar. Samarqandda eslaringiz bo'lsa, tog'ni ko'rsatdim, oldinda o'tib ketdim. Endi Xudo xohlasa 1,5 hafta vaqtimiz qoldi. Bugun 12-iyun, haftani juma kunisi. Lekin efirlari zo'ri bizning kanalda deb ayta olmayman, chunki bizdan zo'rlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun zo'r demayotsam ham o'rtacha deb ayta olaman. Bunaqa uzoq efir olish uchun odamga kuch kerak. Birinchi o'rinda va ikkinchi o'rinda anima kerak. Vaqt yetarli bo'lishi kerak. Buning uchun bekarchimi yo bo'lmasa opiskada bo'lishi shart. Xudo xohlasa mana 27-maydan to 1-iyulgacha opiskadaligim hisobiga sizlar uchun chiroyli efirlarni tayyorlashga harakat qilaman. Endi biz she'riy to'plam qo'ya olmaymiz. Mana qarayapsiz, ko'ryapsizlar. Efirni obzori zo'r ketyapti deb o'ylayman. Ko'ryapsizlar.
Hop, mana ko'ryapsizlar. To'g'risi og'zim qurib qoldi hozir, chunki gapirmadiganimcha, sababi obzorni qilamadiganimcha butun olib qo'yishga to'g'ri kelyapti sizlar uchun. Efirni mana endi birozdan so'ng davom ettiramiz. Lekin Ana svetoforda.